Assalomu alaykum do'stlar. Buqatrade kanaliga xush kelibsiz. Bu videomizda biz o'sish va pasayish trendi teshish strategiyasini ko'rib o'rganib o'tamiz. Endi bu strategiyaning yana boshqa nomi kontra trend deyiladi. Shu trendga qarshi kirilish, masalan, o'sish trendini olsak, baho o'sayotgan paytida trend qilganida biz shu kontra trend unga qarshi trade ochamiz. Mana namunani ko'rishingiz mumkin. Shu joyda mana baho o'sib, mana shunaqa kanalni yaratgan. Shu kanalimizni pastida trendimizga qarshi naklonkamiz bor. Mana naklon o'yinimiz bo'ladi mana tepaga o'sish bo'yicha. Mana shu o'yinimizni chizish uchun bizga 3 taga yaqin tegish bo'lishi kerak shu o'yinga. Mana hozir birinchi tegish, ikkinchi va uchinchi. Shundagina biz mana shu naklonli o'yinni chizishimiz mumkin bo'ladi mana. Shu kanalimiz mana pastdagi naklonli o'yinisiga baho kelgan payti u tepadagi o'yinni teshib, tepadagi likvidnessni yechgan bo'lishi kerak. Nimaga mana shu kontra trendimiz ishlaydi? Mana qarasangiz, kanal ichida baho yurgan payti ko'p trader tepaga baho ketishini kutadi va tepaga o'zini trade'larini ochishadi. Shu strategiya bo'yicha biz o'zimizni trade'imizni mana shu naklonga teshilish payti pastga ochishimiz kerak bo'ladi. Chunki mana shu kirgan joydan baho tepaga kirgan hamma traderlarni stoplarini yig'ib chiqadi. Chunki ular trend bo'yicha o'zini trade'larini tepaga ochib, stoplarini mana shu joylarda qoldirgan bo'lishadi va shu stoplarni yig'ib chiqish kerak. Shu payti biz o'zimizni trade'imizni ochamiz. Faqat boshqa traderlar o'zini pulini yo'qotgan payti biz mana shu kontra trend trade'larni ochishimiz kerak. Boshqa odamlarni mana shu joylarda stoplari yig'ilgan bo'ladi ko'plab. Shu sabab mana shu naklonkamiz teshilganidan keyin baho aniq endi 90% mi 80% mi pastga ketishi kerak bo'ladi. Chunki shuncha odam stoplar yig'ilib qolgan joy prosta tashab ketilmaydi. Endi biz o'zimizni trade'imizni qayerda kirib, qayerda chiqishimizni tushuntirib o'tamiz. Biz kiradigan joyimiz mana trend pastdagi o'yini teshilgan payti kiriladi. Mana shu joyda taxminan bizning stopimiz shu trend teshilishdan oldin oxirgi qolgan tepachasi, masalan shu joyda kvadrat bo'lishi mumkin. Ko'p holatlarda mana shu yerda kvadratcha bo'ladi. Shu kvadratning tepasida stopimizni qoldiramiz. Baho agar shu joygacha qaytsa, pastga tushmasligi aniq. Take'imiz shu trendni pasti, eng pastiga qo'yiladi mana shu joyga taxminan. Pasayish trendi bo'yicha holatimiz teskari ravishda analiz qilinadi. Baho tushish payti trend liniyamiz paydo bo'lganida ko'plab trader pastga trade qiladi va stoplarni mana shu trend liniyamizni, tepadagi trend liniyamizni mana shu 3 ta tekkan bo'lishi kerak shu liniyamizga. Tepamizda ko'plab stoplar yig'ilgan bo'ladi. Bu joyda ham shu ko'p trader pastga kirgan bo'ladi. Mana shu joylarga stoplarni qo'yishgan bo'ladi. Trendimiz pastga tushyapti-yu, shunga ko'proq odamlar trend bo'yicha kiradi va stopini mana shu joylarga yashiradi. Mana shu stoplarni yig'ish uchun baho shu trendimizni teshib tepaga impuls berishi mumkin. Undan oldin pastdagi o'yinimizni baho teshib likvidnessni yig'gan bo'lishi kerak. Bu narsalarni keyingi darsimizda tushuntirib o'tamiz. Hozircha mana shu naklonli o'yinimizni teshilgan payti shu teshishdan oldin shu joyda kvadrat paydo bo'lishi kerak bo'ladi. Stopimizni shu joyga qo'yamiz. Mana shu trend liniyamiz teshilish payti biz mana shu teshish paytida tepaga o'zimizni trade'imizni ochamiz. Mana shu yerda ochganimizdan keyin bizning stopimiz mana shu kvadrat, kichkina kvadratchani ortida bo'lishi kerak bo'ladi. Mana shu joyda taxminan
Taykimiz shu trendni boshlangan joyini tepasida, eng tepasida bo'lishi kerak bo'ladi, mana shu joyda. Videomizdagi mana shu sxemani Telegram kanalimizga tashlab qo'ydik do'stlar. Telegram kanalimizga opisaniyada yoki kommentariyaga kirib, ssilkasi bo'ladi shu joyda. Shu joydan obuna bo'lishingiz mumkin. Undan tashqari Telegram kanalimizda kriptovalyuta bilan bog'liq muhim xabarlar va biza oldi-sotdi qiladigan tokenlarni oldindan analiz qilib tashlab qo'yamiz. Siz ham shuni ko'rib, oldi-sotdi qilib o'rganishingiz uchun shu sabab Telegram kanalimizga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Mana shunga o'xshagan analiz qilib, qaysi joyda kirilishi kerak, qaysi joyda chiqilishi kerak va shunga o'xshagan boshqa ma'lumotlar Telegram kanalimizda chiqib turadi do'stlar. Obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Endi shu strategiyamizni grafik bo'yicha ko'rsatib tushuntirib beramiz. Mana hozir живой grafik, Vint degan kriptovalyutani bahosi bu. Mana shu joyda mana ko'rishingiz mumkin. Trendimiz paydo bo'lgan, pastga pasayuvchi trend. Shu trendimizni mana tepaga katta kuch bilan teshib o'tganmiz. Ana shu o'yinimizga mana 3 marta tegilgan, teshilishdan oldin shu joyda korobka paydo bo'lgan mana shu joyda. Kiradigan joyimiz teshilgan payti kirib, shu stopimizni shu korobka ortida qo'yishimiz kerak bo'ladi xolos. Analiz qilishni davom etamiz do'stlar. Endi shu tokenimiz yaxshi yuryapti mana, yaxshi ob'yemlar bilan. Shu sabab mana shu tokenimizda yaxshigina situatsiyalar bo'lishi mumkin mana shu strategiya bo'yicha. Mana time frame'imizni kichraytirib 5 minutlik time frame'imizni ochsak, mana shu naklоnkamiz bor mana tepada. Bu joyda yana kichkinaroq 1 minutlik time frame'ga o'tsak ham bo'ladi. Hozir 1 minutlik time frame'ni ochamiz. Agar time frame nimaligini bilmasangiz, YouTube kanalimizda bu haqida darslar bor. Shu YouTube kanalimizni ochib, pastroqda videolarni qarab ko'rishingiz mumkin. Mana shu joyda shu o'yinni teshishdan oldin mana korobka paydo bo'lgan. Shu korobkani ortiga stopimizni qo'yamiz kirishdan oldin. Mana shu yerda kiriladi, stopimiz shu korobkani ortida qo'yiladi mana shu joyda. Lekin bu tepasi bizga kamroq bo'ladi. Daromad bo'yicha 1 ga 1 bo'lib qolyapti riskimiz. Sabab bu joyda boshqacha hisoblash amalga oshiriladi. Bunaqa holda foydani boshqacha usulda hisoblanadi. Mana shu trend ichidagi eng katta pik bilan eng pastdagi loy razmeri hisoblanadi mana. Shu joydan hisoblasangiz, shuni olib proboy bo'lgan joyga qo'yasiz. Shunga teng ravishda foydani olsak bo'ladi. Mana shu joygacha mana borgan. Shu joyda kirib mana stopimizni shu korobka ortiga qo'yib, takeimizni eng shu ko'rsatish bo'yicha shu joyga qo'ysak, mana 1 ga 5 baravar foyda beryapti. Analiz qilishni davom etamiz. Endi keyinroq yana mana counter trend bo'yicha shunaqa naklоnkamiz paydo bo'lgan. Shu joyni hozir yaxshilab qarab tushuntirib, qayerda kirsa bo'lardi, qanday qilib chiqsa bo'lardi, shuni ko'rsatib o'tamiz. Ko'rishingiz mumkin, mana shu joyda trend naklonkasi paydo bo'lgan. Mana shu naklonkamiz mana 3 marta tegilgan shu o'ringa. Ikkinchisi mana uchinchisi tegadigan payti teshilish bo'lgan shu joyda. Shuni yaxshilab qarasangiz, shu joyda kvadrat paydo bo'lgan. Mana shu teshilgan payti mana shu joyda pastga bizga short pozitsiyasi ochiladi mana shu joygacha. Trendning oxirigacha. Endi shu joyni yaqinlashtirib, aniq baholarni ko'rib ko'rsatib beramiz. O'ringa tegib, sal teshgan, ortga qaytgan joyi bor. Shu joyda
korobka ortiga qo'yganimizda stopimizga tegmagan bo'lardi. Mana teykamiz sal yuqori mana shu joyda bo'lardi. Hozir 3 ta situatsiya, 3 tasi ham plyus bo'lib chiqyapti mana shu strategiya bo'yicha. Tushunishingiz kerak, mana shu strategiya kombinatsiya bilan ishlaydi. Mana bu joyda ham shunaqa trendimiz bor. Mana shu ham teshilgan mana. Shu joyda ham stopimizni shu kvadrat tepasida qo'ysak, mana shu joyda mana ko'proq kattaroq foyda olsak bo'lardi. Sabab YouTube kanalimizga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Shunga o'xshagan ko'plab yaxshi strategiyalarni biz o'rgatib, bepul ravishda o'rgatib o'tamiz sizga do'stlar. Mana shu strategiya bo'yicha ko'plab trade qilsa bo'ladi bitta tanga ichida mana ko'rishingiz mumkin. Shu joyda ham bor mana katta trend bo'yicha shu joyda naklonkamiz bor. Buni ham 3, 4, 5 marta tegilgan shu nimaga naklonkaga. Agar time frame'imizni kichraytirib, yaqinlashtirib ko'rsak, shu joyda teshishdan oldin kvadrat bo'lishi kerak. Mana shu joyda teshilish boshlangan. Yana kichkina kvadratchamiz bor. Mana. Shu kelgan payti shu kvadratning ortiga stopimizni qo'yishimiz kerak bo'ladi. Mana stopimizni qo'ydik. Endi shu joyda teykimizni qayerga qo'yishimiz kerak. Bu trendimiz juda katta bo'lgani uchun mana uzun trend bahoni eng tepasiga qaytishi qiyin. Mana shu joygacha qaytishi qiyin. Shu sabab endi eng yaqin bo'lgan highlargacha olib qo'yishimiz kerak teykimizni. Mana do'stlar, shunaqa yaxshi strategiyamiz bor. Shu strategiya bo'yicha oldi-sotdi qilsangiz yaxshi daromad topishingiz mumkin. Endi shu strategiya bo'yicha do'stlar, keyingi videomizda o'zlarimiz oldi-sotdi qilgan tradelarni sizlarga ko'rsatib, qanaqa joyda kirilgan, qanaqa joyda chiqilganligini tushuntirib, to'liq ma'noda tushuntirib beramiz. Shu sabab shu kanalimizga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Like bosib, savolingiz bo'lsa, kommentariyaga yozsangiz, hamma savollarga biz javob beramiz do'stlar. Shu sabab obuna bo'lish esingizdan chiqmasin.